Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh Eronga 5 ta shart qo'ydi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh Eronga tinchlik muzokaralarini qayta boshlash uchun bajarilishi lozim bo'lgan 5 ta talabdan iborat ro'yxatni topshirdi. Bu haqda Fars News xabar berdi. Agentlikning ma'lumotiga ko'ra, AQSh quyidagi shartlarni ilgari surgan. Washington urush oqibatida yetkazilgan zarar uchun Eronga hech qanday kompensatsiya to'lamaydi. Eron 400 kilogramm boyitilgan uranni mamlakatdan olib chiqib AQShga topshirish kerak. Mamlakatda faqat bitta ishlayotgan yadroviy majmua qoldirilishi lozim. AQSh muzlatilgan Eron aktivlarining ko'pi bilan 25% ozod qiladi. Barcha frontlarda, jumladan Livandagi urushni to'xtatish faqat muzokaralar jarayonida amalga oshirilishi mumkin. Nashr keltirgan ekspertlar fikricha, AQSh bu orqali muammoni hal qilish emas, balki urush vaqtida erisha olmagan maqsadlarga muzokara orqali amalga oshirishga urinmoqda. Bundan avval Eron ham muzokaralarni qayta tiklash uchun AQShga 5 ta talabni bajarilishini ilgari surgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Eronning takliflarini qabul qilib bo'lmas deb atagandi. Sahal ma'lumotlariga ko'ra, yakson qilingan obyektlar orasida Hizbullohning kuzatuv pozitsiyalari, qurol-yarog' omborlari va Isroil hamda isroillik harbiylarga qarshi hujumlarni tayyorlash uchun foydalangani aytilayotgan boshqa infratuzilmalar bor. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi 24 soat ichida Isroilning Livanga uyushtirgan hujumlari oqibatida 18 kishi halok bo'lgani va 124 kishi yaralanganligi haqida xabar berdi. Zelenskiy Moskvaga uyushtirilgan eng yirik hujumga munosabat bildirdi. Bu safar Ukrainaning uzoq masofali sanksiyalari Moskva viloyatigacha yetib bordi va biz rossiyaliklarga aniq aytyapmiz. Ularning davlati o'z urushini tugatishi kerak. Ukrainaning dron va raketa ishlab chiqaruvchilari o'z ishlarini davom ettirmoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati va qurolli kuchlarning barcha vakillariga aniqlik uchun minnatdorchilik bildiraman. Ukraina davlat chegarasigacha bo'lgan masofa 500 kilometrdan ortiq. Rossiya havo himoya tizimlarining Moskva viloyatigacha konsentratsiyasi esa eng kattasidir, deya yozdi Ukraina prezidenti Telegram kanalida. Tramp Xitoyga tashrifida Hormuz bo'g'ozini ochish masalasida biror natijaga erisha olmadi. Bloomberg agentligining Eron va Xitoy rasmiylar bayonotlariga tayanib yozishicha, Tehron hatto urush tugagan taqdirda ham bo'g'oz ustidan nazoratni yumshatishga unchalik qiziqish bildirmayapti. Eron prezidenti Masud Pezeshkian uning mamlakati Hormuzda samarali va professional nazorat mexanizmlarini joriy etishini ma'lum qilgan. Shu bilan birga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Hormuz bo'g'ozi imkon qadar tezroq ochilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoyning ushbu bayonoti dunyoning ikki eng yirik iqtisodiyoti. Tramp shu haftada Si Szinpin bilan uchrashuv chog'ida Yaqin Sharqdagi mojaro bo'yicha mushtarak jihatlarni ko'rsatishga uringan bir paytda yangradi. Vaholanki ular mohiyatan qarama-qarshi tomonlarda turibdi va Xitoy, AQSh hamda Isroilning o'z ittifoqchisi bo'lgan Eronga qarshi hujumlarni bir necha bor tanqid qilgan, deb yozadi agentlik. Xitoy va AQSh o'rtasidagi Hormuzni ochish masalasida hamfikrlik bordek ko'rinsa-da, Hormuz bo'g'ozi yopiqligicha qolmoqda. Kemalarga zarba berish tahdidlari tufayli undagi harakat yana butkul to'xtab qolgan. Shu bilan birga dengiz harakatini tahlil qiluvchi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir sutka ichida Hormuz bo'g'ozidan bor yo'g'i 5 ta kema o'tgan.